E'tiboringizni tibbiyot mavzusiga qaratmoqchimiz. Samarqand viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot markazida ilk marotaba koxlear implantatsiya amaliyoti o'tkazildi. Bu eshitishni tiklash sohasidagi murakkab, yuqori texnologiyali jarrohlik hisoblanadi. 32 yoshli bemorda o'tkazilgan amaliyot muvaffaqiyatli kechdi. Hozirda bemor eshitishni boshlagan. Jonboylik Dilmurod Xolmurzayev 12 yoshida meningit kasalligiga uchraganidan keyin unda eshitish qobiliyati yo'qoladi. Bu orada ota-onasi farzandini olib bormagan shifokori qolmadi. Xorijdagi klinikalar bemorda koxlear implantatsiya amaliyotini bajarish lozimligini aytadi. Ammo buning uchun katta mablag' zarur edi. Samarqand viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot markazida ushbu murakkab amaliyotni yo'lga qo'yilgani esa ularga umid bag'ishladi. Operatsiyadan keyin signal jo'natdim miyaga. O'sha signal hammasi qabul qildi, xursand bo'ldim. Ona sifatida menchi bu mo'jiza qayta hayotga keldi. O'g'lim bizim xursandligimiz hech joyga sig'madi. Prezidentimiz shunchalik xalqqa yordam beryapti. Ming rahmat. Samarqand davlat tibbiyot universiteti professor-o'qituvchilari respublika ixtisoslashtirilgan otorinolaringologiya va bosh va bo'yin kasalliklari ilmiy-amaliy tibbiyot markazi shifokorlari samarqandlik hamkasblari bilan ilk bor Dilmurod Xolmurzayevda koxlear implantatsiya amaliyotini muvaffaqiyatli bajarishdi. Shu vaqtgacha bemor bir nechta davlatlarga murojaat qilgan. Bemorda imkoniyatlar cheklanganligi uchun bemor operatsiya o'tkaza olmagan. Davlat rahbarimizning tibbiyotga beradigan e'tiborlari natijasida viloyatlarda ham o'ta yuqori texnologik operatsiyalar, ya'ni koxlear implantatsiya kabi murakkab operatsiyalar bajarilyapti. Ichki quloqda bajariladigan operatsiya hisoblanadi. Zararlangan nerv tollarining o'rniga implant datchikni kiritib, koxlear implant uстановка qilindi bemorga. Oldin bu operatsiyalar uchun odamlar Hindistonga, Turkiyaga murojaat qilardi. Bemorning ichki quloq qismiga implant o'rnatildi. Bu bilan uning eshitish qobiliyati tiklandi. Reabilitatsiya juda katta urg'u beramiz. Albatta bu defektolog, surdopedagog degan mutaxassislarga borib, ya'ni boshqatdan nafaqat qulog'i, hatto miyasi boshqatdan shu sun'iy koxlear implant orqali eshitishni o'rganadi. Aynan bu turdagi amaliyotlar 2 yildan buyon poytaxtdagi markazda bajarib kelinmoqda. Shu kunga qadar 15 dan ortiq bemorda koxlear implantatsiya amaliyoti o'tkazildi. Bunday murakkab va yuqori texnologik operatsiyani Samarqand viloyatining o'zida bajarilishini, xalqimizga ixtisoslashgan tibbiy xizmatni yanada yaqinlashtirish yo'lida olib borilayotgan islohotlarning amaliy natijasi deyish mumkin.